Chiska muolajasi birinchi o'rinda sizlarning yuzingizga tiniqlik, har doim ayollarga keladigan bo'lsak, makiyajinglar, pudra, tonalka, SPF nima bo'lsa ham zo'r yotib berishi, yuzni har doim masalan, ugri toshlarini oldini olib berishidan, zakritый komedonlarni oldini olib berishidan chiska muolajasi asraydi. Chunki chiskada har doim o'lik terilar sirazi to'kilib ketadi, terimiz yengillanadi. Shuni hisobida insonlarda ugrilar, har xil muammolar kelib chiqmaydi. Muammolarni kelib chiqishini eng oldin oladigan protsedura bu chiska. Chiska muolajasi mana bir xil keladi. Voy, dog'imga chiska ketadimi? Chiska bu prosta bitta yuzni tozalash. Tozalab, chuqur tozalab, shu aytganimdek muammolarni oldini olish. Bu hech qanaqa ajinlik ketkazish, dog' ketkazish, даже ugrisi bo'lsa ham ugri ketkazish uchun qilinmaydi bu. Ugrili yuzga aytganimdek даже mumkin emas. Ugrilarni quritib, ugridan qolgan har xil nuqtalar, masalan, bo'ladi-yu, po'rancha kirib qolgan chorniy tochkalar, zakritый komedonlarni ketkazish uchun chiska qilsa bo'ladi. O'shanda ham lёгкий pilinglar bilan. Chiska muolajasi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, direktga murojaat qiling.